Akalar $100 boshlang'ich to'lov beriladigan Spark avtomobili sizga olib qo'ydim. Oylik to'lovlari $340 atrofida chiqadi. Maza qilib olib qo'ydingiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka bo'lsa-chi, propan gazlarigacha qo'yib qo'ygan bo'lsam, bemalol olib kelasizlar, haydaysizlar, xarid qilasizlar. Bitta pasportga nomingizga o'tadi. Hech qanaqa uyingizni zapretga qo'ying, 8% dan aylanadi, 9% dan aylanadi, unaqa narsalar kelasiz. Xarid qilasiz, olib chiqib ketasiz, oylik to'lovni bankka to'lab yuraverasiz. $340 atrofida chiqadi. Mashina nomingizda turadi. Eng muhimi shu. Xo'p, Cobalt diska balonlariga chiqib qo'yilgan tonirovka ruxsatnomasi eng shirin joylaridan biri. 7 oy, 8 oy atrofida qoldi, bemalol olasizlar, haydaysizlar ungacha. Mana, yozdan chiqib olishingizga yetadi, aka. Xullas, chexol, poliga, avtomat korobka, magnitofon, kolonkalarni zo'rlardan qo'yib qo'ygan, 120 ming kilometr masofani bosib o'tgan, xullas haydashingizga tayyor. Kelasiz, pasportingiz bilan mashinani haydab olib chiqib ketasiz. Keramga berib qo'yadigan bo'lsangiz, mazza qilib bolalarni bog'chaga, maktabga olib borib yuradilar. O'zingiz ham haydaydigan bo'lsangiz, bolalarni oldida yotib olib haydab ketasiz. Xullas, akalar, Spark avtomobili $100 boshlang'ich to'lov, $850 xarajatingiz ketadi. O'sha $950 bilan mana shu avtomobil siz nomingizga chiqib ketadi. Joninglar sog' bo'lsa, $340 dan oylik to'lovni maza qilib to'lab yurasizlar. Xodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti.